Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Guli, Dubay kiydingmi ustingga? Obzor qilamizmi Dubay ko'ylaklarni? Yo'q, Dubay emas bu. Dubay-ku bu. Mana shunaqa Dubay ko'ylagimiz bor. O'zim olib kelganman-ku bolajon. Voy, yuring ko'rsatamasku Dubayni. Endi yurar ekanman-da san o'zingni. Voy, ko'ylakni qarang. Voy, qayerga ketyapsan? Mana Dubay. Ustingdagi ham. Mana bizdagi zakaz noy bu. Bu qattiqki, xo'p. Senga ana shu qattiqki deydi-yu, obunachilar. Bu zakaz bilan kelgan Bishkek varianti. Turkiyaning Bishkek varianti. Firmasi ham уже Turkiya, no просто kargo, ekonom va qilish va bunaqa maqsadida. Qarasanglar bo'ladi. Bir gap bor. Mana sizlarga qoyil lekin bor. Dubay Harir, mantiq qismlari qo'shiti fasonida, kачествоsi zo'r. Dubayga 1 million 400 ming so'm. Bishkek varianti o'shanaqa Harir matosida fason o'zi ko'pya 600 ming so'mda razmerlari. Kengroq joyga o'taylik-da, sen bilan boshqacha gaplashmasak bo'lmaydi. Vobshemi? Siz zo'r, katta razmerlari ham bor. Mazza qilib kiysanglar bo'ladi. Yengil, ustinglarda yudek turadi. Ichinglarni umuman qo'shmaydi. Ham chiroyli, vobshe chiroyli bor. Ko'pchilik mana aytadi, voy deydi 1,5 millionga ko'yni, jalqide, уже yangi model chiqadi, keyin kelmay qoladi. Bitta joyga borsang, yana keyingi joyga keyin kelmaydi. U bu deysa, ko'p anaqa garderobni o'zgartiradigan obunachilarimiz uchun narxi qulay, lekin vidi Dubayga berayotgan ko'ylalarimizdan kelgan. Birga birda shunday qo'shida farqi yo'q. Mana opam o'zi topolmadilar. Razmerlari 52 dan 58 gacha. 58-60 ga ham keladi. Bemalol. Mana qaranglar, qanaqa to'kilib turadi. Tek qismlarini qaranglar, qanaqa. Mazza qilib kiysizlar. Matos Harir 100% havo o'tkazadi. G'ijim bo'lmaydi. Har taraflama udobni. Joy ham tanlamaydi, yosh ham tanlamaydi. Bemalol kelib zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Juda ham chiroyli. Ulgurib qolinglar, soni ko'p emas. Xullas, hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Bemalol kelaverasiz. Assortiment juda katta bizada.